ahli ayolingiz bilan qanaqa yashagansiz? Bir urush janjalli vaziyatlar ham bo'lganmi? Men kaltaganman. Nima? Qo'llarim ko'kartib tashirdi. Даже urib yotqizib qo'ygan paytlar ham bo'lgan. Mana bunday qilib to'xtatib qo'ymadingizmi urayotganda? Kallam ishlamagan, boshim ishlamagan. Yo, o'zi ishlaydimi boshingiz? Ishlaydi endi. Ursa indamasangiz. Yo'q. Pasport ber desa bersangiz. O'shaning uchun ichki ko'rlikka ham roziman deb turibman. Yana uradigan xotin uchrab qolsa-chi? Yo'q, men kalt ishga o'rganib ketganman. Endi qaynonani urushgacha bormasa bo'ldi. Siz Zo'r TVda chiqqan o'sha yor ko'rsatuvda chiqdingiz-a? Ha, chiqdim. Nima bo'ldi shu ko'rsatuvdan keyin? O'zgarish bo'ldimi? Bittasi telefon qildi. Aha. Qashqadaryo ayol kishi 2001-yil. Turmushga chiqaman deb telefon qildi sizga. Ha, ota-onam bilan tanishtiraman deb anaqa qilgandi, keyin xo'p dedim, onam ham ishonchiga kirdi, pulingizni beraman deb, pulim yo'q desam ham biramalab chaqirdi-da, onamni ham ko'ndirdi. Keyin onam yo'q kerak to'ladilar, keyin borganimdan keyin parkdan chiqib ketayotgan telefonimni oldi, cho'nchagiga soldi Redmi 8. Sizni telefoningizni oldim. Ha? O'sha ayol. Ha? Hozir telefoningizni olib kelaman deb stankadan hozir pul olib kelaman, shu bilan qaytib kelmadi. Olib qochib ketdimi telefoningizni? O'zini tanishtiruvmidi? Moqcha kiradi, tanishtiruvdi, keyin xolasidan so'rab bilib olsam, Madina ekan. Ko'rib chiqing mana o'zi. Qaning? Niyatli telefon ekan, men bilmagan. Ha, sizni telefoningizni olgandan keyin ham siz bilan aloqada bo'ldimi? SMSlashib turdi, ha? Vatanparvarlar bog'iga chaqirdi. Qattiqi u, Qashqadaryodan. Qarshini Siz o'sha Qarshiga bordingizmi shunda? onam aytdilar-da. Erkak kishi bo'lmasa ham va'da berdim, borgin dedi, xo'p deb bordim-da. Telefonimni berish niyati yo'q. O'ldiraman seni deyaptimi? Ha. Sizga shunaqa tahdid qildimi? Militsiyaga berib yuboraman, mana yozganman. Chaqiryapti, ko'taringlar hozir. Ko'tarib qolar balki. To'xtang. Nima telefoningiz sizniki? Redmi 8. Redmi 8 yangi. Ha, yangi telefon. O'tgan yil olgandik. Bu yil fevral oyida uzgandik, o'tgan yil fevral oyida oldik. Yo'q, ko'tarmadi. Siz o'z nima tirikchilik qilasiz? Bodroq sotaman. Shu yerda Toshkent shahrida anaqa sotasiz, bodroq. Kunlik daromadingiz qancha? Allohning berganiga shukr. Shu telefoningizni olgan odamga qanaqa e'tirozingiz bor sizni? Endi Allohning o'zi jazosini beradi, men Xudoga qo'ydim uni. Men gilamni esonaman qo'limga telefon tushsa bo'ldi. Siz mehnat qilib olgan telefoningizni qaytarib bersa rozisiz-a shunga? Shunga roziman. Endi men Allohning o'zi har bitta inson o'ziga yarasha jazosi bor-ku. Allohning o'zi beradi uning ham jazosini. Rizq Allohdan. Xudoga topshiraman. Salomat bo'ling aka, Alloh panohiga.